ayajonim bilan dadajonim sovchilikka bormoqchiman. Undan oldin bo'lsa o'zimni sizlarga tanishtirmoqchiman. Meni ismim Muhammad Yusuf. Instagramdagi nikim, ya'ni taxallusim Sarvarzoda, chunki bobojonim ismi Sarvar. Men Anvarzoda bilan Shahlo G'anijonova degan blogerlarning farzandiman. Men jajji blogerchaman. Bu meni profilim. Menga podpiska bosishda esingizdan chiqarmanglar, chunki sog'inib qolgan paytlaringda oqtarib yurasizlar. Endi bo'lsa sovchilik temasiga qaytamiz. Ayajonim dadajonim rosa miyaladi va borib dadajonim $100 ayajonimga mikrofon berdi. U mikrofonda hali video oladimi, yo'qmi? Baribir mikrofonni oldirdi. Sovchilikka bo'lsa biz Sergeliga ketyapmiz. Bilasizlarmi, Soliha degan opam bor. Shu singilli bo'lgan shu qizchani bir borib ko'rib kelmasam bo'lmaydi shekilli. Tug'ilganimdan beri Toshkentga birinchi marta kelishim. Shunaqa chiroyli ekan, lekin men yo'lga chiqsam faqat uxlayman. Uyqudan boshqasiga yaramayman. Chunki ota-onamni qiynamasdan jim ketishim kerak. Yetib kelishimiz bilan Soliha opam meni pastda kutib oldi. Yugurib tepaga chiqib qarasam, chaqaloq yo'q, oshxonada yotgan ekan. U chaqaloq emas, mendan 10 kunlik katta opacham ekan. Endi bo'lsa sovchilik atmang. Men bob hali tug'ilmagan shekilli yo'q. Men va Hadicha opacham uxladik, qolganlar ovqatlanishdi, videolar olishdi. Biz bilan ishlari ham bo'lmadi. Soliha opamni mazasi bo'lmay qolgan ekan. Shuning uchun majburlab dori ichirishdi. Dadajonim bu opachamni ko'taribdi. Men bo'lsa uyquni berib yubordim. Ayajonim va xolajonimlar video bo'lgandan keyin meni kiyintirishdi-da, biz hammamiz uyimizga tarqadik. Yo'l-yo'lakay Umida xolami biz tashlab ketdik. Uyga kelib dadajonim bilan jicha gaplashib, keyin uxladim.